Meditsina o'zi kim uchun? Meditsina bu birinchi ota-ona bilib olish kerak edi, bolasiga bu to'g'ri keladimi yo'q. Ta'limi boshlanish nuqtasi bu oila. Ximik deganingizda kim aynan? Endi ximika yo'nalishi juda katta, u ximik bitta yo'nalish emas, u kirganingizdan keyin uni bo'limlari bor. Nima keragi bor manga olim bo'lish? Nima keragi bor manga tadqiqotchi bo'lish? Nima keragi bor manga ximik bo'lish masalan? Bizani testlarni ko'rsatdim. Ular ko'rib bunaqa savol tuzish mumkin emas edi. Даже Amerikani kirish imtihonlaridagi savollardan ham qiyin ba'zi savollarimiz. Rostdan, bizani testlar. Bizani testlar juda qiyin. Bizda testlar juda noto'g'ri tuziladi. Lekin meditsina sohasida ham shunaqami? Meditsinaga ham kirish oson. Eng qiyin paytlarda kuchli odam chiqadi deydi-ku. Bizda paytda rosa kirish qiyin bo'ladi. Qiz bolalar uchun ham eng ideal bo'lgan kasb deb o'ylashadi-da meditsinani. Bu qanchalik to'g'ri? Endi nom uchun harakat qilib, lekin ustida ishlamasa, kerakli kadr bo'lmasa, undan ko'ra boshqa sohani egallash kerak. Ish jarayoningizni ko'rsatgansiz, VR ochkilarini ko'rsatgansiz. Mana shunaqa narsalar bo'ladi. Bu laboratoriyani biz ishlab chiqyapmiz. VR da o'sha payt men realni hayron qolganman. O'zbekistonda ham rostdan shunaqa ustozlar bormi deb turib. Bu narsa o'zi nimaga kerak? Molekulyar darajada siz zarrachalarni ichigacha kirib, biologik aktivlikka ega bo'lgan molekulalar topadilar. Keyinchalik bu molekulalar asosida dori sintez qilinadi. O'sha VR ochki yordamida o'sha molekula qaysi funksional gruppa orqali bog'lanishini tushuntirib bera olinglar. Ya'ni molekulyarniy darajada siz uni ko'zingiz bilan ko'rasiz va tushunasiz. Demak, bu Amerikada ham yangilik. Hattoki zakaz ham berishdi. Agar mana shu narsani yasasang, biz o'zimiz sotib olamiz deyishdi. Assalomu alaykum everyone. Bilasizlar, meni formatim o'zi podkast formati emas, ya'ni men podkastlar olmayman, lekin aynan ilm-fan mavzusidagi hali ochilmagan talantlarni ochib berish uchun ham bu podkastni men birinchi bo'lib o'zim initiate qildim, ya'ni boshladim. Inshaalloh xayrli bo'lsin. Bizada birinchi talantimiz bu bizada Jamshid aka Qayumov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimyo, biologiya fanlari bo'yicha repetitorlik qiladilar hozirda. Bu faoliyatni 2014-yilda boshlaganman va bu sohadagi bilimlarimni O'zbekiston Milliy universitetida bakalavr, magistratura darajasini bitirganman. Undan so'ng esa Toshkent davlat texnika universitetida 3-bosqich mustaqil tadqiqotchisiman. Ilmiy ishimning mavzusi demak virtual ximiyaga asosini yaratish, ya'ni VR ochkisi yordamida ximiyani tushuntiruvchi simulyatsiya yaratish va mana shu mavzuga doir Amerikani Shimoliy Dakota shtati universitetida stajirovka o'tab kelganman. Wow. O'tgan yil adashmasam shunaqa bo'ldi. Ha. Bizada уже shunaqangi tendensiya kelib qoldiki, o'quv markazlarisiz universitetga kirib bo'lmaydi deb turib. Lekin biologiya, ximiya, ya'ni meditsina sohasida menimcha bu tendensiya ancha oldin boshlangan. Endi o'quv markazlarisiz oliy ta'lim muassasasiga kirish mumkin. Hozir xususiy o'quv yurtlari ochilib ketdi va ko'pchilik kiryapti. Lekin meditsina sohasida ham shunaqami? Meditsinaga ham kirish oson. Ko'p xususiy oliy ta'lim muassasalari imtihon uyushtirishadi va imtihondan so'ng sizga ballingiz yetmasdan talabalikka qabul qilindingiz deb aytishadi. Ya'ni siz ularni obyektiv rezultatini ham bilmaysiz. Bu yaxshimi yomonmi? Endi bu bizadagi jamiyatda mayli qaysi o'quv yurtiga kirishidan qat'iy nazar bola ustida ishlab rivojlanishi shart. Chunki u tanlagan yo'nalishi bu oddiy yo'nalish emas. Inson hayoti turadi-da. Shuning uchun bu yerda xususiymi, davlatmi, qaysiga kirdi farqi yo'q. Bo'ldi, bu yog'iga faqat o'qish kerak. Lekin bolalar bilan ko'p suhbat uyushtiramiz. Hozirgi yoshlarning ko'pchiligi stressga chidamsiz va ustida ishlash naviklari juda ham yomon hozirgi yoshlarda. Oliy o'quv yurtiga kirib ham deylik kitoblarni o'qishmaydi. O'zi avvalambor savol berish kerak. U o'quvchi meditsinaga kirish o'zi xohlaydimi yoki yo'qmi? Chunki tibbiyotda o'qiydigan ko'p o'quvchilarda so'rasangiz aytishadi, 3-4-kurslarga borib ular savol berish boshlaydi. O'zi shu kerakmidi menga? Nimaga kirdim degan. 3-4-kursga borib. Vaholanki ular qanaqadir yaxshi spetsialist joyini egallagan bo'ladi. Meditsina o'zi kim uchun? Meditsina bu stressga chidamlik va odamlarga yordam berishni istagi bo'lgan o'quvchilarga to'g'ri keladi. Shuning uchun birinchi ota-ona bilib olish kerak edi, bolasiga bu to'g'ri keladimi yo'qmi? Stressga chidamli bo'lmasa, bu meditsinani tanlash kerak emas. Qiz bolalar uchun ham eng ideal bo'lgan kasb deb o'ylashadi-da meditsinani yoki boshqani. Baribir endi doktor degan narsa nomi uchun ham harakat qilishadi-da. Bu qanchalik to'g'ri? Endi nom uchun harakat qilib, lekin ustida ishlamasa, kerakli kadr bo'lmasa, undan ko'ra boshqa sohani egallash kerak. Zo'r talantli bolalar keladi-da, ximiyaga qiziqadi.
o'qishi juda zo'r natijalar ko'rsatishadi. Bo'lgan shunaqa o'quvchilar darsdan tashqari maqolalar o'qib kelardi. Scopusga kirgan. Darsda kelib, menga darsdan keyin qolib savol so'raydi. Ustoz, men maqolani o'qidim, men bu joyini tushunmadim. Men bu ma'nosini tushuntirib bering degan. Daraja juda yuqori. Men shu o'quvchilarni ota-onasi bilan gaplashganman. Ularni kimyo fakultetiga kirishga undaganman, chunki bolani o'zi ko'zi yonardi. Maza qilib dars qilardi, lekin ota-ona baxtga qarshi ximik qilamanmi degan ma'noda ularni meditsinaga topshirtirishdi. Men o'shaning uchun yo'qotganman deb hisoblayman. Men kurashdim, lekin ota-ona bu qarorni qabul qilishmadi. Bolani o'zi ximiyaga qiziqishi juda yuqori edi. Shuning uchun birinchi o'zi so'rash kerak ota-onalar, farzandi xohlaydimi yo'qmi, yo bu faqat ota-onaning xohishimi? Ximik deganingizda kim aynan? Endi ximika yo'nalishi juda katta, u ximik bitta yo'nalish emas, u kirganingizdan keyin uni bo'limlari bor. Sintez, masalan, organik kimyo, analitik kimyo, fizik kimyo va hokazo. O'sha bitta yo'nalishni tanlab, o'sha sohada olim bo'lishi mumkin, ilmiy ishlar qilishi mumkin. Agar ular ingliz tilini ham biladi, IELTS ballalari ham bor edi. Men ularga maslahat berdim. Kimyo yo'nalishini tanlasanglar, sizlarda potensial bor. Даже o'sha chet ellarga ham borib o'qib kela oladigan darajadagi potensialli o'quvchilar edi. Lekin ular meditsinani tanlashdi ota-onasini xohishiga ko'ra. O'ylaymanki, hozirgi zamonda bu narsaga o'zingiz rostdan xaris bo'lmasangiz, o'zingiz ich-ichingizdan xohlamasangiz, hozirgi zamonda qilish qiyin. Nimaga? Chunki juda ko'pchilik hozir yoshlarda tendensiya nima bo'lyapti? Osonroq kasblarni tanlashyapti-da. Ya'ni qanaqa narsa? Kim bo'lishni xohlaysan desam, hamma bloger bo'lmoqchiman, hamma u bo'lmoqchiman, bu bo'lmoqchiman. Nimaga? Chunki mana shular 18 yoshida mana bunaqa qilishyapti, 20 yoshida uy olishyapti, 21 yoshida bunaqa qilishyapti. Hayot yaxshi-da bu yerda. Nima keragi bor menga olim bo'lish? Nima keragi bor menga tadqiqotchi bo'lish? Nima keragi bor menga ximik bo'lish masalan? Bunaqa narsalarni ham o'ylashi mumkin-da. Shunaqa yengil hayotga intilish hozirgi yoshlardagi ko'p muammolardan biri ham shu. Qaysi sohani tanlasa ham baribir qiyinchiligi bor, istalgan sohada. O'sha blogerlikda ham va shu qiyinchiliklarga tayyor bo'lish kerak. Masalan, biz ham ishlaymiz, biz ham stress olamiz, lekin tashlab ketmaymiz-ku. Stress bizda ham bo'ladi. Masalan, test olganimizda kam natija chiqqanda biz ham siqilamiz, bizga ham ta'sir qiladi. Uni unutish uchun ozgina chiqib peshkom yurib kelaman o'zim darsdan keyin. Lekin baribir shu sohadan ketib qolmaymiz, chunki yaxshi ko'ramiz. Lekin bu narsa degradatsiya deb o'ylamaysizmi? Masalan, Gen Z'ni yoki yana kelayotgan avlodlarni degradatsiyasi deb o'ylamaysizmi? Degradatsiya albatta bu hozirgi yoshlarni bilim darajasi sayozlashgani va dunyo qarashini yengillashganidan dalolat beradi. Bu ham o'sha qisqa kontentlarning ta'siri, shularning mevasi. Hozir o'quvchi bor-ku, mana darsda o'tirganda 4 soat yoki 3 soat ham o'tirib bera olmaydi. Jim test berib qo'yasiz, deylik 3-4 soat ketma-ket test yechib o'tirgan o'quvchilarning soni kam. Ya'ni diqqatini bitta narsaga fokusini qaratib, ma'lum bir vaqt davomida o'tirib berishadigan o'quvchilarning soni kam. Bu o'qish уже keyin keladi. Qarang-da, вот mana masalan biologiya, ximiya, men o'zim ham endi laboratoriyada realni o'rgandim, ko'rdim. Juda detallashgan narsada, ya'ni detallar juda ham ko'pda u yerda. Ularni eslab qolish ham, yodlash ham, uni o'rganib praktikada qo'lla olish ham qiyin bo'ldi men uchun to'g'risi boshida, chunki men 4-5 oy prosta o'zimga shunaqangi hattoki qo'yganman, plankalarim meni juda ham tushib ketdi. Nimaga tushib ketdi? Masalan, oldinlari men bugun mana shu ishni muvaffaqiyatli qilaman deb turib o'zimga как maqsad qo'ysam, menda o'sha laboratoriyada qanaqa narsa bo'ldi? Yaxshi, bugun mana shu odamga normalniy savol bera oldim yoki mana shu odamni gapini men tushuna oldim. Plankalarim tushib ketdi. Men kichkina narsalarni ham muvaffaqiyat darajasiga ko'tardim-da o'zim uchun. Chunki birozdan men ilmiy muhit, u yerda men o'zim bo'la olishimni o'zi ham juda katta gap deb o'yladim. O'zimga unaqa ishonchim baland bo'lmadi. Endi siz o'quvchilaringizda, masalan, sizlar srazu praktikaga kirishasizlar, srazu testlar ishlaysizlar, imtihonga tayyorlanishinglar kerak. Sizlardan konечный rezultat bo'lishi kerak-da. Ya'ni imtihongacha bo'lgan period. Qanaqa qilib o'quvchilarga motivatsiya berasiz? Qanaqa qilib o'quvchilarni shuna qiyin narsadan olib o'tasiz? Bu bizning ishimizning bitta ajralmas qismi. Boshida o'quvchilar kelganda hammaga ximiya yoqadi, chunki boshida ham o'qituvchi o'quvchini qiziqtiradi. Birinchi oyda odatda qiziqtirish oyi bo'ladi. Ya'ni biz qiyin programma bermaymiz odatda. Ya'ni shunaqa ma'no tug'diramizki, o'quvchini ongida bu oson ekan, men qila olar ekanman degan narsa tug'iladi.
keyin 3-4 oilaga borib ximiya qiyinlashadi. Qiyinlashgan paytda mana o'sha joyda o'sha bola birinchi stressga duch keladi va mana shu joyda tortib ketgani, o'tib ketgani oxirigacha boradi, tortib ketmay tashab ketgani yana o'qituvchi almashtiradi va shu asosida u 2-3 yil vaqtini yo'qotadi, natijaga ham bora olmaydi. O'zi aslida natija qilish oson. Natija qilish uchun birinchisi niyat to'g'ri bo'lishi kerak. O'sha boyiga aytganingizga men o'zimdan misol qilib olaman. Men ham ximiya 3 yil o'qib keyin kirganman-da. Boshida qiynalardim. Ma'no tushunmasdim. Oxirgi 3-yilda Nechinchi yil kirgansiz? 3-yil kirganman. Bizda payt kirish juda ham qiyin edi. 2013-yil kirganman. 3-marta topshirganimda ma'lum bir sabablarga ko'ra, lekin o'sha paytlar eng qiyin paytlar bo'lgan. U ham alohida faktorlar bor. Masalan, test yechganmanda kalkulyatorsiz bitta javobda 0,1 bordi, bitta javobda 0,1 bor. Men testni ko'ramanda kulyapman. Bo'ldi deyapman-da, o'sha bu foydasi yo'qda yechganingizdan. Bu 3-yil deyapman-ku. 2-yil kirganimda bitta testda javobda 0,41 bor, bitta javobda 0,414 bor. Bizda testlar shunaqa tuzilardi. Hozir bu osonlashgan, matematik jihatdan bo'linadigan sonlar olinyapti, lekin oldin 2016-yilgacha taxminan sonlar juda qiyin olinardi. Bu bolani o'ldirishga tengda psixologiyasini. O'sha hech kim ham kelmaydi. 0,41, 0,4, ya'ni sizni kelajagingizni 0,04 ball hal qiladi. Bu juda alamli-di. Qancha o'quvchilar yiqilardi oldin. Yiqilib yana bir kunni kutib yashashardi. O'sha aytganimdek 3-yilda uydan chiqib ketayotganimda, uydan ya'ni repetitorga ketayotgan paytimda ishdan chiqib ketayotganimda to'g'rirog'i niyat qilib chiqardim. Bugun boryapman, ey Allohim, shu bugungi ilmimni menga yuqtirgan deb qadam bosardim. Birinchisi shetdan boshlanadi, niyat. Keyin borgandan keyin bitta o'qituvchiga ixlos qilish kerak. Hozirgi yoshlar keladi, qiyin narsa bo'ldimi, o'qituvchi almashtirish degan narsani o'ylaydi. Unaqa bo'lish kerak emas. Bitta o'qituvchini ixlos qilish kerak va shu o'qituvchini eng zo'ri deb o'qish kerak. Masalan, deylik, o'quvchi menga kelyapti, lekin meni eng zo'r deb bilmaydi. Boshqa brend o'qituvchini taniydi. U o'quvchi ham natija qila olmaydi. Chunki uni ong ostida u o'qituvchini birinchi deb biladi. Men o'zim eng zo'rman demoqchi emasman, unaqa ham emas. Lekin u bola meni eng zo'r deb qabul qilmaguncha natija ola olmaydi. Bu keyingi etap. Undan keyingi etapda men o'quvchini yaxshi ko'rishim kerak, o'quvchi sifatida. Shunda ilm o'qituvchidan o'quvchiga o'tadi. O'qituvchi qanaqa o'quvchini yaxshi ko'radi? Darsni o'z vaqtida qiladigan, ustozga hurmat joyiga qo'yadigan, bunaqa o'quvchini istalgan o'qituvchi yaxshi ko'radi va o'shanda sizda natija chiqadi. Natija chiqmasa bu o'qituvchi aybdor degani emas. Masalan, ingliz tilida ham ximiya o'tish boshlaganimda boshida rosa ko'pchilik keldi, lekin men ingliz tilida o'tyapman, qaryapman, ingliz tili tushunishmayapti. Repetitorga borganimda ham 2 yillab borishgan. Ingliz tilida ham men hayron qolaman. Bizda nimaga faqat grammatika o'rgatishadi? U masalan, shularni ota-onasi ham ingliz tiliga berdim, bolam biladi deb o'ylaydi, lekin men savol javob qilib ko'rdim. Ingliz tilini qo'llay bilish degan narsa bor-da, qo'llay bilmayapti o'sha bilimlarni. Faqat grammatikani biladi, o'zbekcha dedi. U ingliz tili emas-ku. Ingliz tilida ximiyani tushunmayapti. Keyin men darsda o'zbek tilida qo'shib gapirishni boshladim. O'zbeklarga, ruslarga rus tilida. Shunda ham yana qiyinlashdi mavzular. Bilasiz, AP Chemistry universitet, Amerika universiteti 1-kurs programmasi. Qiyinlashgandan keyin shappa o'qituvchini almashtirdi yoki yo'nalishni almashtirib yubordi. Ya'ni oldingi o'quvchilar bilan hozirgi o'quvchilar men eng katta farqi deb bilasizmi, nima deb bilaman? Oldingi o'quvchilar o'qirdi, qiyinchilik bo'lsa men aybdorman degan ideya asosida o'qirdi, ong ostida. Hozirgi o'quvchilar o'qiydi, qiynaldimi, o'qituvchi aybdor degan narsaga o'tib qolgan. Va shuning uchun ham natija bo'lmaydi. Bo'ladi, xususiy universitetga kiradi. Davlat oliy ta'lim muassasasiga kirish juda ham qiyin. Hozir plan B, C lar ham ko'pda o'zi. Hozir plan B, C ko'p va kirish juda ham oson. Qo'pol qilib aytganda, o'sha ko'chada yurgan istalgan odam tavakkaliga xususiy oliy ta'lim muassasasi topshirsa olishadi. Chunki bundan shu 2-3 yil oldin bitta eksperiment qilib ko'rganmiz. O'quvchimiz telefon qilganda oldimda men degan iqtisod yo'nalishiga imtihon topshirdim, davlat imtihonidan yiqildim, lekin endi meditsinaga kirmoqchiman, sizlarga topshirsam olasizlarmi dedi. Xususiy oliy ta'lim muassasasi ha, olamiz dedi. Men hayron bo'lib qoldim. Shunga qarab ketyapmiz. Lekin agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, meditsina. Men to'g'risi meditsinaga kirmaganimning ham sababi, men to'g'risi qo'rqaman. Qo'rqaman deganim nimadan qo'rqaman? Masalan, men shunaqa odamman, endi perfeksionizmga menda moyillik katta-da. Agar men birorta narsada 100% sho'r bo'lmasam, ya'ni aniq shu fikrda ega bo'lmasam, men u narsani qo'llay olmayman. Lekin meditsinada baribir hali 100% hamma ключlar ochilmagan-ku. Masalan, nima kasallik bo'lsa ham, nima sohasida bo'lsa ham, baribir 100% hali 100% o'rganilmagan-ku. Uni qanchalik darajada qo'llay olsa bo'ladi. Men masalan shu narsadan qo'rqqanim uchun medik bo'la olmayman deb o'ylayman.
o'shanga mosroq bo'lgan kasb egallayman, lekin baribir meditsinani o'ziga kimnidir davolash darajasigacha menimcha bormasam kerak deb o'ylayman. Qanaqa odamlarda bunaqa duh bo'lyapti hozir meditsinaga shunchaki topshirib naugat. O'sha topshiradi, aytmoq-ku oradan yillar o'tadi. Bu ochiq statistika. O'sha o'quvchilar bilan gaplashamiz, o'qituvchilar bilan gaplashamiz, oliy ta'lim muassasasining o'qituvchi tanishlarimiz bor, xususiyda ham bor. Va bu gapni ham menga o'qituvchilar aytishgan. O'sha savol javob qildik. Jamshid o'quvchilarni olganmiz. Saralashdan albatta bilim darajasi past o'quvchilar ham kirgan. Qaysi organdan nechta bor degan qabilida savollar bilan kirgan, oddiy qilib aytganda. Lekin bu yoqda o'sha qiynalyapmiz, chunki bola ustida ishlamayapti. Ya'ni bilasizmi, bizning eng katta farqimiz mana shu Amerikaga borganda har kuni analiz qilardim, har bitta detalida. Bizda natija muhimda, kirdi, masalan, o'quvchi kirsa, kirolmasa o'qituvchi yomon bo'lib qoladi ko'p hollarda. Amerikada proses muhim. Men ham shunga e'tibor qarataman. Chetdan qaraymanda, bola qanchalik test yecha olayotgani emas, bola kechagi kunga o'zidan ko'ra o'zgardimi yo'qmi? Ya'ni kechagi masalan Jamshid bo'lsa, ismi kechagi Jamshiddan ko'ra rivojlandimi? Ya'ni o'zini yengdimi? O'zini nafsini, o'zini xohishlarini va qiyinchilik ko'ryaptimi yo'qmi? Agar mana shunaqa qiynalib, qiyinchilik ko'rib, masalalar yechib, kitob o'qiyotgan bolani ko'rsam, men maza qilaman. Mana shu menga beradigan maza. Bola o'zgarmayaptimi? Bu bola natijaga bora olmaydi. Ya'ni biz har doim natijaga emas, prosesga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu o'qituvchilarga taalluqli. Biz shunaqa qilishimiz kerakki, shtop mayli o'sha bola deylik, bilim daraja juda ham past, kara jadvalni ham bilmasin, mayli o'zini kuchi bilan deylik, stomatologiya yo'nalishiga kira olmasin, lekin u bola ustida ishlayaptimi, o'zini yengyaptimi, qiyinchilik ko'rib va shu qiyinchilikni yengib o'tyaptimi, bo'ldi. Bu bola yaxshi kadr bo'ladi, nasib bo'lsa, xususiyga kirsa ham, super kontrakt alohida mavzu, super kontraktni o'zi olib tashlash kerak, bu meni shaxsiy fikrim. Lekin u ustida ishlab kelajakda yaxshi kadr bo'lishi mumkin, chunki bir xil o'quvchilar bo'ladi, o'ziga ishonmaydi, lekin ustida rosa ishlaydi. Bu albatta yana oilaviy muhitga borib taqaladi. Bilasizmi, shu ota-onani so'zi boladagi ichki ovozni shakllantiradi. Shu narsa haqida o'qiganimda Toksichniy родители degan kitobda yozilgan bu. Uydagi shu ota-onani tanqidi, bolani qila olmaysan deb aytgan gaplari bolada ichki ovoz shakllantiradi. Ya'ni men yaxshi inson emasman, yetarlicha yaxshi inson bo'la olmayman degan narsa miyasiga o'tirib qoladi, ong ostiga, va u bola o'zini baryerini yengib o'ta olmaydi. Bu oiladan boshlanadi. Shuning uchun bu yerda ota-onalar shunaqa qilish kerakki, bola ustida ishlasin. U ustida ishlab har doim qiyinchilik ko'rdi va shu qiyinchilik bilan kurashyaptimi, muammoni hal qilishga intilyaptimi, bu juda zo'r xarakter. Mana shunga intilishimiz kerak. Bizda o'zi solishtirishlar, gapirishlar o'zi bolani psixikasini o'ldiradi. Даже mana bunaqa universitetga kirganimdagi reaksiya videoni qildim, qo'ydim. Yozishganda buni ayam ko'rmasin, buni dadam ko'rmasin, nimadir bo'lmasin. Bu bolani o'ldirasizda, psixikasini umuman solishtirishga emas. Hammani o'z taqdir yo'li bor, hammani o'z nasibasi bor. Hech kim birovning nasibasiga ega chiqa olmaydi. Ta'limi boshlanish nuqtasi bu oila. Men ko'p ota-onalarni kuzataman. Ba'zi ota-onalar borib bolasi savol so'ragan paytida, bor o'qituvchingdan so'ra degan ma'noda javob etgan ota-onalarni ko'rganman. O'sha men aytganman, bu noto'g'ri javob. O'sha ota-onalar, meni fikrim, ko'pincha onalarga borib taqaladi. Bu vazifani ona bajarish kerak. Bola bilan o'tirib, shu 4-sinfgacha bo'lgan period ko'p narsani hal qiladi. Ko'proq gaplashish kerak. Hozir o'quvchilarni fikrlamasligining eng asosiy sababi o'quvchilar savol berishni bilmaydi. Oddiy narsa, savol berishni bilmaydi. Qo'rqadi. Chunki tavakkal qilishga qo'rqadi. Chunki tavakkal qilib xato qilsa, kam yechsa, ota-ona urishadi. Yaqinda ham test olganimda bitta o'quvchida bo'lgan voqea. Test yechyotuvdi, 90% gacha natija chiqdi. Keyin men atidan qiyinroq test beraman, bola ustida ishlasin deb. Darajasi qiyinroq bo'lgan savol berdimda, kamroq chiqdi, 50% chiqdi. Ota-ona natijani ko'rib farzandini urishibdi. Ertasi kuni bola keldi. Men davaychi yana qiyin programma ustida ishlaymiz deb qiyin narsa bersam, Jamshidga men buni ishlamayman dedi. Nimaga ishlamayman deyapsiz desam, men hozir yana kam chiqadi, uyimdagilar urishadi, men buni ishlamayman dedi. Men o'sha joyda keyin o'ylab qoldim. Endi men chunki ota-onalar gruppasiga natija tashiyman, endi natija tashlayotganda ham shu tashamasligim kerakmi deb o'yladim. Tushunasizmi? Chunki bu yerda meni fikrim ota-onaga bolani urish kerak emas. Chunki men darajasi qiyinroq narsa bera olmayman. Buni ota-onalar gruppasida aytganman. Va bu ota-ona urish natijasida bola riskovat qilishga qo'rqyapti va bu qobiliyati yopilib qoladi. Ijodkorlik yo'qoladi. Chunki ota-onasi tarafdan tanqid va gap eshitadi. Necha yildan beri ishlaysiz?
2014-yilda boshlaganman repetitorlik faoliyatini. 12 yil bo'libdi-da. Ha. To'g'rimi? 12 yildan beri sezilyapti-da. Ota-onalar bilan, hamma bilan ekspert bo'lib ketganingiz. Qarashlar o'zgardi. Mana shu bilasizmi, ishlayotgan bo'lsam, boshida 5-6 yil boshqacha edi qarashim, hozir 14 yil yana qarashlarim o'zgargan. Hozir odatda ko'p qarayman-ku, psixologik aspektlariga ko'p e'tibor qaratyapman. Tushunib yetyapman, bu ko'p narsa oilaga bog'liq ekan. Menga bog'liq bo'lmagan jihatlar juda ko'p. Masalan, qilgan eksperimentlarimdan bittasi, bitta o'quvchi bo'lardilar, uyga vazifani berasiz, uyga vazifani juda zo'r yechardilar, 90% yechardilar. Keyin men imtihon olaman deb aytardim, bo'rttirardim, shu bolani depressiyaga tushirish maqsadi, lekin imtihon xuddi shu uydan tanlab olardim-da. Bersam 50% topardilar. Keyin men onalarga telefon qilib aytganman, qizingizda demak darsga qatnashishda, uyga vazifa qilishda hech qanaqa muammo yo'q. Lekin imtihonda so'zni yo'qotib qo'yatsam, onalar aytdilarki, uyda qaynanam borlar, qizingni o'qitmagan, sarpasaga yig'gan deb har kuni gapiradilar va qizim kelib yig'lab yuboradi. Agar kirolmasam sizni urishadilar, kirolmasam nima bo'ladi deb yig'lab yuboradi. Men aytdim, ko'rdinglar, muammo shu yerda dedim. Hech qanaqa muammo bolada ham emas, o'qishida ham emas, o'qishi zo'r. Xullas shu o'quvchi imtihonga topshirdi. Men imtihon kuni boraman, odatda har yili boraman. O'sha kuni ko'rdim, bolani ko'ruvdim, juda ham blедноватый deymiz, oqarib ketgan, o'zini yo'qotgan, panikaga tushib qolgan vaziyatda edi va onalariga baqiryotgandilar, men sizga kelmen dedim deb. O'sha hayron qoldim ko'rib, bu yil yiqilsalar kerak dedim, o'sha ko'rib atrofini. Keyin kirib chiqdilar, 90 ball yig'dilar. Past ball, men hayron qoldim, lekin shu o'quvchini eslab qoldim, chunki men potensiali borligini bilardim. Men sentyabrda yiqildilar, xususiy oliy ta'lim muassasasiga kirdilar 90 ball bilan. Aprel oyida men ularga yozdim, bir kun oldimga kelib keting dedim. Oldimga keldilar, qo'llariga bitta kitob berdim, psixologiya Norbekov Jo'jalar qayerda qishlaydi degan kitob. Shu kitobni o'qib keling, bitta ish qilamiz dedim. U kitobni 10 kunlarda taxminan o'qib keldilar, 10 kun, 14 kun. Keyin savol javob qildim, tushuntirdim. Mana sizda hozir vaziyatingiz, masalan, odamlar nima deydi degan narsa yo'q bizning mentalitetdagi. Keling bitta ish qilamiz dedim. Nima qilamiz dedilar. Imtihonga topshiramiz bu yil dedim. Chunki hozir bilsangiz, period imtihoniga ham telefondan registratsiya qilib topshirsangiz bo'ladi va birinchi kurslarga ham. Men kira olmayman ustoz dedilar. Kira olasiz dedim. Keyin may oyidan kelishni boshladilar. Qarang, maygacha repetitor bormadilar. O'zi ko'p ma'lumot esdan chiqadi ham. May oyida kelishni boshlaganlarida darsga kirdilar deb, men u payt o'sha temalarni tugatib test yechishga o'tdim. Test berayotganimda o'sha o'zgarish sezdim. Qanaqa ma'noda 1 yil oldingi o'quvchi har darsdan keyin men joy tushunmadim, yana bitta o'tib bering deyardilar. Menga kelib mavzu o'tib bering demayaptilar. Hatto shuncha probel bor. Mavzu o'tib bering demadilar-da, test yechyaptilar. Xatolarni o'zlari to'g'rilab, imtihonga kirdilar. 2 marta registratsiya qildik. Period imtihonida 129 adashmasam yig'sa qabul qilinadi. 143 yig'dilar. Period ikkinchi kursga, tashmiga. Birinchi kurslar bilan ham imtihonga kirdilar. Sana har xil sanada bo'ladi. Unda 153 ball bilan byudjetga kirdilar. Adashmasam sanpi pediatriya. Men shokda bo'lib qoldim. Chunki shu sohada ishlagan odamlar biladi, 90 ball yig'gan bola shuncha pererif olib turib, may oyidan boshlab may, iyun, iyul 3 oy variant yechib 153 ball yig'a olmaydi. Demak, 1 yil oldingi vaziyatda ham uni balli 153 bo'lgan. Faqatgina bizning mentalitet, jamiyatimiz shu bolani potensialini ochib bera olmagan va bu muammo bizda har yili bo'ladi. Undan keyingi yil yana bitta o'quvchi bo'ldi. U ham xuddi shu ssenariy asosida yo'l tutdim. Hozir yiqilding, xususiyga kirib turdim. Keyingi yil deyarli repetitor bormadi. Variantlar o'zi yechib yurdi, o'zi, chunki tayyor edi bola. Va ikkinchi yil stomatologiyaga kirdi. Undan keyingi yil yana bitta o'quvchi bo'ldi. O'tgan hozir ismini ayta olmayman. Yana bitta o'quvchim xuddi shunaqa bo'ldi. 3 yil o'qidi, juda zo'r o'qidi. Ya'ni bu yerdachi tashmig va sanpiga kirishdachi faqat bilim o'zi ekan. Bu yerda vaziyatni boy berib qo'yadi ular. Bu faqat bilimga borib taqalmaydi. Erta siz psixologически ham ustойчивый bo'lishingiz kerak. Depressiyaga, stressga o'zingizni yo'qotib qo'yishingiz kerak emas. Bitta vaziyat, sal vaziyatda o'zingizni yo'qotdingizmi, bo'ldi. Bu o'sha xatoga olib keladi va ballingiz yetmay qoladi. Bu ham yana kvota kamligiga borib taqaladi. O'zi men xohlardimki, kvotalarni oshirish kerak. Aholi juda ham ko'payib ketgan. Hozir kvotalar ko'payganini bu ham hali kam deb hisoblayman. Shu 3-4 yil oldin taxminan Yevro gruppani aytyapman. Stomatologiyada 30 tacha kvota berilgan. 30 ta meni fikrimcha u juda ham kam. Men telefon qilganman, nimaga 30 ta kvota beryapsizlar? Ko'proq berishi imkoni yo'qmi deganimda, universitet vakili aytganlarki, bizning moddiy texnik bazamiz shunga yetadi deganlar. Oradan vaqt o'tdi, o'quvchilar kirdi, bizani ko'rgani kelishadi. 1-oktyabrda bilasiz, o'qituvchilar bayramida kelishgani so'radim. 30 ta bola oluvdi.
qancha bo'ldi super kontrakt? Super kontrakt 300 tacha bola oldi dedi. Men shuni xohlardimki, shu oddiy kontrakt kvotani ko'paytirsa, mana shu 30 ta emas, masalan 150 ta, 200 ta qilsa, yaxshi o'qigan bolalar kiradi. Biz yo'qotamizda, ya'ni 140, 130 ball yig'gan bolalar ham yaxshi o'qigan bo'ladi. Bu uni aybi emasda, ozgina hayajonlangan. Insonmiz, istalgan odam hayajonlanadi. Endi mana shu joyda hayajon yutishda bu oilaviy muhit katta rol o'ynaydi. Shuning uchun hamma kirolmaydi. Har yili 15-20% o'quvchilar zo'r natija ko'rsatadi. O'sha A+ darajada sertifikat oladi. Men harakat qilaman qolgan o'quvchilar bilan natijasini oshirishga. 15-20% kam ko'p. Menda shunaqa, masalan, ko'p joylarni ham solishtirganda shunaqa bo'ladi. Meni o'zimda 20% bo'ladi. O'zi вообще ko'p natija qiladiganlar bormi? Ko'p natija qiladiganlar mana bunaqa narsada foizga chaqsangiz deyarli bir xil bo'ladi. Hamma o'qituvchi zo'r. Bu yerda o'sha o'quvchi faqat ixlos qilib o'qishi kerak bo'ldi. Hozir aytyapsiz, o'quvchi faqatgina ekzamenga tayyorlanish kerak emas deb turib, test ishlashga. Bu yoqdan psixologik holatga ham tayyorlanish kerak deyapsiz. Nima qilib qilsa bo'ladi? Masalan, sizning o'quvchingiz bo'lmagan yoki bo'lmasa meditsinaga topshirmayotgan o'quvchilar. Qanaqa qilib imtihonga tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi? Hammada bo'ladi baribir stress. Mana shu javobga men javob qidirdim-da. Boyagi toksichniy родители degan kitobda aytdim-ku. Demak, aytdimki, ota-onani qarashlari bolani ichki ovozi shakllantiradi, dedimi? Keyin men bitta qarash fikr keldi miyamda. Jamshid dedim, masalan, bilamizki, o'quvchilarni, odamlarni tabiati har xil bo'ladi. Endi soddaroq tilda ayting, xolerik, sangvinik, melanxolik tiplar bor, flegmatik. O'zi hozir boshqa tiplarga bo'lishgan. Soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, shu ota-ona tanqid qildi-da, xolerikka tanqid qildi. Xolerik bilasizki, shunga na prinsip qilaman deydi. Demak, u bolani ichki ovozi xolerikda o'lmaydi-ku, men qilaman deb na prinsip qiladi-ku. Siz aytganingizda, masalan, chizuv chizasiz, u o'quvchiga bu yoqqa o'tmagansiz, bu atidan o'sha chizuvni kesib o'tadi. Na prinsip qiladigan insonlar. U bilasizmi, kitoblarda yozilgan, оказывается, bu insonni tashqi ta'sirga javob reaksiyasi. Bu asosida demak psixologiya shakllanadi. Bu boshqa narsa, lekin u odam shu xolerik na prinsip yuradi, yana baribir ichidan o'sha ichki ovozi juda ham yomon holatda bo'lar ekan, ota-onaning tanqidini eshitgani uchun. Ya'ni ichidan gaplashsangiz, u baribir o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lar ekan. Endi hamma narsani ham kitobdagi deylik o'qiyotgan kitobingiz agar Amerikan adabiyoti bo'lsa, chet ellik bo'lsa, bizning mentalitetga to'g'ri tushirmaydi. Chunki mentalitetimiz boshqacha, oilalar boshqacha, bizda qarashlar boshqacha. Endi shuning uchun bu yerda hammasi ota-ona juda ham uddaburon bo'lish kerak. Ota-ona kitob o'qish kerak. Men shu farzandli bo'lgandan keyin ko'proq kitob o'qishga harakat qildim. Ko'proq o'qishni boshladim, chunki men ham qo'rqaman. Erta biz ham farzand katta qilyapmiz. Qanaqa yo'l tutish kerak o'ylab qolaman. Boshida men o'zim o'g'limni ham ko'p eksperiment qildim. Qo'rqardi ko'p narsadan, yangi narsa qilishga. Men uni urishmadim. O'g'lim dedim, sen proba qilib ko'r, seni hech kim urishmayapti-ku, hech nima qilmaydi o'xshamasa dedim. Ancha qo'rquvi kamagan. Даже uyda ham yoki boshqa joyga borsam tepaliga ham chiqib ketaveradigan bo'lib qoldi. Keyin men o'sha sal pasaytirdim. Unaqa bo'lmagan, erta sakravotdi tepalardan hamda oyog'im bilan yomon tushasan degan ma'noda. Bu yerda meni maslahatim, ota-onalar shu farzand tarbiyasi, odamning tabiati haqida kamida 2-3 ta kitob o'qib chiqishligi kerak. Bu ularga kerak. Chunki investitsiya bu hammasi farzandlarimiz. Biz ularga kamchilik o'zimizniki, lekin ularni qanaqa bo'lishi bizga bog'liq. Uni nima aybi bo'lsa, bu men o'zimning aybim deb bilaman. Uni aybi deb bilmayman, chunki hammasi bilasiz sof tabiatda, sof fitratda tug'iladi farzandlar. Ularni qanaqa shakllanishi ota-onaga bog'liq. Shuning uchun ota-onalar kitob o'qishi kerak, 2-3 ta kamida. O'quvchilarchi? O'quvchilar ham o'quvchilar o'zi mana qiziqtirgan sohasiga yo'naltirib qo'ysa, ular o'zi o'qiydi. Faqat o'sha o'quvchi ong ostida tushunish kerak. Bu narsa unga kerakligini. Bu unga majburligini emas, bu unga kerakligini. Ya'ni so'z bor-ku ruschada, ради удовольствия. Ради удовольствия o'qish kerak. Ya'ni jarayondan mazza qilish kerak. Jarayondan mazza qilyaptim bo'ldi. Qaysi sohani tanlasam, u zo'r kadr bo'ladi. Men hozir tushunishim bo'yicha shunaqangi xulosaga keldimki, yaxshi o'quvchilar faqatgina davlatga kirishyapti. Oxirida xulosa imtihondan yiqilganlari chasniga ketishyapti. Shunaqami hozir o'sana? Ko'p holatda ko'p holat, 90% holatda. Lekin o'tgan yil bitta o'quvchim 10-sinf bo'lib turib, xususiy oliy ta'lim muassasalari imtihonida ham qatnashdida va bitta xususiy oliy ta'lim muassasasiga kirdi. Va men o'quvchidan so'radim. Sen xudo xolasa keyingi yil davlatga ham kirasiz, sertifikat oldi. O'sha ximiya va biologiyani o'qishni to'xtatdi, sertifikat olib bo'lgan. Qaysi o'qishni tanlaysan keyingi yil desam, u o'quvchim menga xususiy oliy ta'lim muassasasini aytdi. Men hayron qoldim. Chunki men o'yladim, buni Tashmi Sampini tanlaydi dedim. Nimaga bu tanlovga qarayapsan desam,
bu o'qishdagi sharoit menga ko'proq yoqdi dedi. Davlat oliy ta'lim muassasalarida Yevrogruppada ko'p holatlarda rus tilida dars o'tadigan o'qituvchilar soni juda kam. Yevrogrupda. Ha, kadrlar tanqisligi bor davlat oliy ta'lim muassasasida. Ko'pchilik kadrlar xususiy ta'lim muassasasiga o'tib ketgan. Yaxshi kadrlar. Endi paradoks bor, ya'ni o'qituvchilarni ko'pchilik yaxshi deb hisoblangan o'qituvchilar xususiyda ko'p, lekin o'quvchilarning yaxshilari davlatnikida ko'p. Bir-birini topisha olmayapti. Masalan, aytaylik, bitta bola realni katta potensialga ega. U chet elga topshirsa ham kirib ketadi. O'zbekistonga topshirsa ham точно kirib ketadi deb o'ylaysiz. Nima deb o'ylaysiz? Meditsina sohasida. Chunki meditsinaga topshiradiganlar, men endi o'zim o'quvchilarimni ham aytaman, birinchidan kirish qiyin. Ikkinchidan juda kamdan kam odam kiradi. Chet elda albatta o'qisin, men o'qimasin deyman, lekin ishlash masalasida bizga qaytib kelsin deyman-ku, lekin qaytib kelmaydi ko'p holatlarda. Bilim olsa, erta yaxshi. Mana bilgan farqim, birinchisi, universitetda har kuni chiqqandan keyin kechqurun peshkom qaytardim uyga. Kompyuterxona yerda ko'rmadim umuman. O'sha atrofidagi territoriyada men kompyuterxona umuman ko'rmadim. Bizda oliy ta'lim muassasasining oldida katta kompyuterxona ochishgan, o'quv yurtini otini aytmay qo'ygan. Shundan bilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda demak sпрос borki, kompyuterxona ochilyapti. Kompyuterxona ko'rmadim. Keyin darsdan keyin atidan bolalarni kuzatdim. Qani bular darsdan keyin chiqib xatga boradi. Bo'sh payt bo'ladi-ku. Ishoning, darsdan keyin bo'sh paytda hammasi o'sha universitetda kutubxonalarda o'tirib brainstorm qilar ekan. O'quvchilar, ular u yerda repetitor degan narsa o'zi yo'q. O'qituvchi o'zi darsda o'rgatadi, bola asosni deymiz-ku, bilib o'rganadi, o'ziga kerakligini va YouTube'lardan ham o'rganadi va bir-biri bilan brainstorm qilar ekan. Bekorchi yurgan bolani ko'rmadim yerda. Bo'sh yurgan ko'chada har kuni peshkom qaytib kelardim, uyda degan video yuborardim. Ko'chada hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Dars tugadi, o'sha yerda kutubxonada o'tirib savol javob qiladi, keyin uyga ketadi. Uyda yana dars qiladi. Yurman universitetda eshikni tagida yerda coverlandi, tagida. O'quvchilar polda o'tirib dars qilib o'tiribdi. Amerikada men hayron qoldim. Dars qilib o'tiribdi o'sha yerda ham mana. O'yin o'ynamayapti, telefon yo'q qo'lida. Dars qilib o'tirgan bolalar juda ko'p edi. Keyin aytgancha yerda kirib bizani testni ham berdim. Ximiya darslarida qatnashdim. Bizani testlarni ko'rganimda yetisha olmadim shu universitetda, chunki bizani testlaydim boyagidagi juda ham qiyin. Даже Amerikani kirish imtihonlaridagi savollardan ham qiyin ba'zi savollarimiz. Rostdan, bizani testlar. Bizani testlar juda qiyin. Teoriya jihatini ham shu professor Leontievga ko'rsatganimda ular urushib berganlar bir xil savollar. Nimaga unaqa savol tuzasizlar dedim. Masalan, bizda kuchli elektrolitlar degan mavzu bor. O'zi kitobda teoriyada ular 100% dissotsiyalanadi deb yoziladi. Ularni testlarida hammasida u 100% dissotsiyalanadi degan ma'noda oladi. Bizda test savol shunaqa tuziladi va uni javobini yechsangiz, hisob kitobsiz masalan 40-30% chiqadi. O'sha savolni siz amalda deylik yasasangiz maketini, u kulgili narsa bo'lib chiqib keladi. Tushunasizmi yoki yadro reaksiyalari mavzusida ham bu test tuzish alohida mavzu. Test tuzildi, masalan, yadro reaksiya mavzusiga doir. Men o'sha testni tuzganimdan keyin bizda ham masalan yadro instituti bor. O'sha testni borib, o'sha specialistga ko'rsatishim kerak oldindan. Mana bu test men tuzdim. Shu testim nazariya jihatidan deylik yarim yemirilish davri degan tushunchalar borda yerda qanchadir vaqtda masalan men 30 gram deb uran uchun savol tuzdim. 30 gram yemirilishi juda katta vaqt ketishi mumkin. Shu nazariya jihatidan tuzgan testim to'g'rimi deb ulardan maslahat so'rashim kerak deganman, lekin bu narsaga shu testовый sentrda ruxsat berilmaganman. 2019-yilda borganman tashqi ekspert sifatida. Testlarimizni tuzishda, ya'ni har bitta savolni laboratoriyada qilib ko'rgan odam tekshirib bersa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin aytib ketaman, oxirgi yilda yaxshilashganman. Oxirgi 2 yilda men testlarni o'zim kiraman, yechaman ham, ma'qullayman. Sonlarni ham yaxshi olishyapti. Oldingiga nisbatan mana men kirgan yilda aytayman, bitta testda 0.41, bittada 0.414. Bu unaqa testlar ham bo'lgan. Bunaqa perioddan ham o'tganmiz. Hozir yaxshilashyapti. Tushunishinglar uchun, o'zi men Jamshid akani qayerdan taniyman? O'tgan yillari universitetga topshirayotgan paytimda, endi topshiraman deb yurgan paytimda men soham o'zi biomeditsinaligini bilib qolganman. Shuning uchun ham biologiya, kimyo, shu bo'yicha fanlarni o'rganmoqchi bo'lganman, ozgina baza qurish uchun. Men sizni topganman o'sha paytda, chunki ingliz tilidagi yagona men tanigan biologiya o'qita oladigan ustoz. Nima? Kimyo. Kimyo bo'yicha. O'sha paytda men rostdan ham borganman.
borgan. Вроде oddiy repetitor deb men o'zi xayolimda borganman, lekin ular menga o'zini ish jarayoningizni ko'rsatgansiz, VR ochkilarini ko'rsatgansiz. Mana shunaqa narsalar bo'ladi. Bu laboratoriyani biz ishlab chiqyapmiz. VR da o'sha payt men reально hayron qolganman. O'zbekistonda ham rostdan shunaqa ustozlar bormi deb turib. O'zi hozirda ham ingliz tili gruppalaringizga dars o'tasizmi yoki faqatgina o'zbeklarmi hozir? Yo'q, hozir uchala tilda gruppalar bor. O'zbek, rus va ingliz tili. Ingliz tilidagi gruppalarimiz xudo xolisa AP Chemistry va A-level Chemistry. O'sha AP ni boshladingiz? Уже tugadi programma. Nasib bo'lsa 5-may kuni imtihon bo'ladi. Birinchi qaldirg'ochlar kirishyapti. O'zi nima deb o'ylaysiz? Simulyatsiya. Masalan, simulyatsiya qilish o'sha virtual reallikda dars o'tish to'g'rimi? Tushunishim bo'yicha. Bu narsa o'zi nimaga kerak? Bu narsa bizni molekulyarniy darajada deymiz-ku, molekulyar darajada siz zarrachalarning ichigacha kirib, ularning xossalarini yana ham yaxshi tushunishingizga yordam beradi. O'zi men shu virtual simulyatsiyaning imkoniyatlarini Amerikada o'qituvchiga prezentatsiya qilib berganimda ular hayron qolganlar va ular menga taklifnoma jo'natganlar. Shu narsani Amerikada ham qilgan deganlar. Men borganimda ular menga tushuntirdilarki, ular Amerikada xuddi men aytgan narsani qilayotgan ekanlar. Ya'ni Amerikadagi professor leksionniy zalda burchagida bitta stsena yasatayotgan ekanlar va o'sha ssenada ular bu yerda turib virtual ochkini taqib, u professor QSAR bilan shug'ullanadilar, ya'ni biologik aktivlikka ega bo'lgan molekulalar topadilar. Keyinchalik bu molekulalar asosida dori sintez qilinadi va ular o'sha VR ochki yordamida o'sha molekula qaysi funksional gruppa orqali bog'lanishini tushuntirib bera olinglar. Ya'ni molekulyarniy darajada siz uni ko'zingiz bilan ko'rasiz va tushunasiz. Qaysi funksional guruhlar orasida bog' bo'ladi, nima uchun bo'ladi, qanaqa muhitda bo'ladi. Shuning uchun shu mavzuni tanlagan edim. Necha oy u yerda bo'ldingiz? 2 oy. 2 oy bo'ldingiz. U yerda nima qildingiz? Nima qila oldingiz? U yerda shu virtual simulyatsiyaga kerak bo'ladigan kimyo o'qitish bo'yicha 3D animatsiyasini yasadik. Endi hozir bu simulyatsiya harakatga keltirish jarayonida. Ya'ni u faqat 3D model yasaldi, ya'ni siz kiyasiz va biz yasagan laboratoriyada paydo bo'lib qolasiz. Uni tepasiga Jamshid Qayumov O'zbekistonning bayrog'ini qo'ydim, bir tarafiga Amerikaning bayrog'ini qo'ydim. Faqat hozir endi shuni harakatga keltirish jarayonidamiz. Ya'ni u jarayoni juda qiyin kechyapti. Masalan, kolbani olasiz, kolbani olganingiz bilan masalan qo'lingizdan tushib ketsa sinish kerak. O'sha effektlarni o'xshatishimiz kerak. Keyin agar reaksiya qilayotganda siz reaksiyani akkuratni qilmasangiz, tepada yozuv chiqishi kerak, akkuratni qilmayapsiz, keyingi bosqichga o'ta olmaysiz degan ma'noda. Maksimalni realistga yaqin bo'lishga harakat qilyapmiz. Keyin yana muammolarga duch kelyapmiz, albatta bunda Meta ochkisi yordamida qolamiz, Quest 3 yordamida va Meta ko'p joylarda dostуп bermayapti. Shu joylarda ochkini o'ziga uni yuklashda qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Yana bir qancha programmistlardan ham yordam olyapmiz. Ular ham yordam berishyapti. Demak, bu Amerikada ham yangilik, to'g'rimi? Ha, Amerikada ham qiziqdi va ularga borib ko'rsatib berdim. Ko'rib, hattoki zakaz ham berishdi. Agar mana shu narsani yasasang, biz o'zimiz sotib olamiz deyishdi. Bu yerda darslaringiz bor. Bu yerda shu proyektingiz bor. O'zi ko'pincha holatda startap qilayotgan narsa, masalan, O'zbekistondagi startaplarni juda ko'pchilik qismi o'zi chet eldagi analoglarda. Ya'ni chet eldan tayyor narsani olib kirishadi, bizda prosta milliy produkt bo'lgani uchun qo'llab-quvvatlashadi, rostdan odamlar ishlatishni boshlashadi. Lekin sizni shunaqa proyektingiz bor. Chet elni ham bu uje ko'ziga tushgan, ular ham o'zi xaridori bo'lishdi-da deyarli. Nima uchun bunaqa proyekt bilan birgalikda siz bu yerda dars ham beryapsiz? Bu logikaga ham to'g'ri kelmaydigan narsa-ku. O'zi men pedagogikadan yaxshi ko'raman, bundan chiqib keta olmadim. O'zi bu sohani 2014-yilda boshladim. Boshida hobbi sifatida qaradim, lekin bu sohadan chiqib keta olmasligimni tushunib yetdim, chunki bu meni hayotingizdan bo'ladi-ku, maqsad. Maqsadim baribir pedagogika ekan va men o'zimni o'qituvchi sifatida bilaman. Bu o'zi virtualdan maqsadim aynan shu pedagogika yordam bersin, pedagogika yengillik olib kiray, bolalarga yana ham tushuntirish osonroq bo'lsin. Hozirgi bolalarni hayron qoldirishi o'zi qiyin. Men ko'p analiz qilaman darslarimni, videolarini hamda. Oldingi darslarim 2018-yilgacha o'tgan darslarimda, bilasizmi, o'quvchilar dars tugagandan keyin rahmat ustoz deb chiqib ketish ko'proq bo'lardi 2018gacha. 2020lardagi taxminan darsda men darsga yangicha tayyorlanaman, yangicha material tayyorlayman, boshqacha podxod qilaman, yana opit ham oshgan-ku, lekin rahmat ustoz deyish kamaygan. Men shu yerda уже o'ylashni boshladim. Men yaxshi ustimda ishlamayapmanmi yoki hozirgi bolalarni hayron qoldirish qiyinmi? Bilasizmi, aslida hozirgi bolalarni hayron qoldirish qiyin ekan. Puldan tashqari rahmat ustoz bugungi darsingiz uchun dedimi? Bu darsingiz juda zo'r bo'lgan.
chunki bir xil o'quvchilar o'ylashi mumkin men pul beryapman u o'qituvchi shundoq ham shunaqa zo'r o'tish kerak deb o'ylash kerak edi. Shu narsalarni o'ylaganim uchun baribir VR ga o'tish kerakligini tushunib yetdim. Kelajak baribir shu bilan bo'ladi. Hozirgi yoshlarga mos narsalarni yaratish kerak va ularga qiziqarli qilib o'tish uchun bu narsa kerakligi uchun shu yo'nalishni o'rganishni boshladim. Amerikaga borgan paytimda mana shu pedagogika bo'yicha qiziqishlarimni ko'rib, meni taklif qilgan professor aynan professor Leontiev ismli shaxs bilan ko'rishtirdilar. Bu kishi American Chemical Society'da test tuzar ekanlar. Ya'ni Amerikani o'sha universitetga kirish imtihonlari ximiyadan testlar tuzar ekan. Men o'sha kishiga olib borib, bizning testlarni ko'rsatdim. Ular ko'rib, bunaqa savol tuzish mumkin emas dedilar. Bizda testlar juda noto'g'ri tuziladi. Stilistika deydi-ku, stil, даже tanlanadigan so'zlar noto'g'ri. Ular menga Amerikada test tuzish stilini ozgina ko'rsatdilar-da, ma'lumotlar berib. Masalan, deylik, bizani testlarda o'qisangiz, qaysi modda hosil bo'lmaydi degan test ko'rdilar-da, ular meni urishib berdilar. Nimaga bunaqa test qilasiz dedilar. Men yerda qilmaydi degan narsada men bu ma qo'shimchasini bola test yechayotgan paytda shoshib o'qiydi-ku, bu uni aybi emas, lekin bilimi bor. Xato yechib qo'yadi-ku. Biz Amerikada unaqa test tuzish mumkin emas deb urishib berdilar. Uni o'rniga quyidagi keltirilgan javoblardan istisnoni toping kabi savol tuzgin deb оформлениясini so'zlarigacha topib berdilar va bizani testlarimizni juda noto'g'ri ekanligini menga aytdilar. Bizda testlar asosan hisob-kitoblarga asoslangan. Bizdan testlarda kalkulyator berilmaydi. Chet el kirish imtihonlarida kalkulyator beriladi. Bizani testlarda faqatgina robotga o'xshab variantli testni tanlashingiz kerak javob bo'ldi. Boshqa imtihonlarda AP A levelda u sizni qanchalik fikrlashingizni tekshiradi. Masalan, hozir ham tayyorlayapmiz-ku, bir xil testlarda javob testni yechish uchun siz laboratoriya qilmaganingizni bilib oladi. Men ba'zi testlarda o'zim qiynalaman. O'tgan yili milliy sertifikat imtihonida ham qatnashdim-da, aprel oyida edi adashmasam, keyin may oyida AP imtihonida qatnashdim. O'sha yerda men bitta farq sezdim. Milliy sertifikat imtihoniga qatnashganimda, imtihondan chiqayotganim paytimda tugaganda, men stolimga qarasam, chernovik yozib tashalgan faqat hisob-kitob ko'rdim. AP imtihoniga chiqdimda, ular chernovik berdi, rosa ko'p, kalkulyator ham bor. Chernovik ishonsangiz yo 1 yo 2 qator yozilgan. Asosiy vaqtda savol o'qidim, analiz qildim. Mana o'sha kuni his qildim test farqini. Men faqat hisob-kitob bilan ovora bo'lmadim. Men faqat erta fikrladim, tushunasizmi? Va u meni fikrlashimni tekshirdi. U yerda savolda tushuntirib ber, nima uchun bunaqa, buni xossasi nimaga bunaqa degan savollar bo'ladi. Endi agar bizda ham bunaqa savol qilinsa, uni o'quvchilar yecha olish koeffitsiyenti juda ham past bo'ladi. Sababi bizda maktablarda laboratoriya qilinmaydi. Bu muammo endi hamma taraflardan o'rganib chiqish kerak. Laboratoriya qilinmaydi deganingiz qanaqa? Laboratoriya, kimyodan laboratoriya ishlari maktablarda deyarli amalga oshirilmaydi. Hattoki universitetlarda. Men borgan Amerikan universitetida men laboratoriyalarni ko'rdim. Men bunaqa sharoitlarni ko'rmaganman, ko'p joyda ko'rmaganman. Erta даже laboratoriya kirsangiz, banya ham qilib qo'yishgan. Masalan, biror bir moddani ustingizga to'kib yorsangiz, anaqa dushi bor-da, laboratoriyaning o'zi. Dushi yoqib, srazu suv tushib, o'zingizni zararsizlantirasiz. Даже shunaqa sharoitlargacha qilingan. Istalgan reagentingizni borib ola olasiz. Siz ro'yxatini berasiz, sizga o'sha reagentni berishadi. Va bu taraflari menga juda yoqdi. Laboratoriyaga birinchi borgan paytlarim, men u yoqdagi atmosfera boshqa narsa zo'rda. Real atrofimda men anu geniylarning orasiga tushib qoldim deb o'yladim-da. Men o'zimni krug общениям bor, ya'ni o'zimni muloqot qiladigan odamlarim bor, o'zim postanno ishlaydigan odamlarim bor yoki tanishlarim bor. Hammasi menga shunaqa sayoz ko'rindi, ilmiy jihatlaman. U yoqdagi odamlar shunaqa ko'p narsa bilishadi, shunaqa zo'r narsalar haqida gapirishadi. Men juda boshqacha bo'ldim, lekin u narsaga bo'lgan rag'batlantirish kam. Ha. Bu narsada endi 100% davlatni ham ayblab bo'lmaydi-da. Oylik masalasida bir unaqa menimcha katta oylik olishadi deb o'ylamayman. Masalan, ular ham 18 yoshida o'ziga mashina ola oladigan darajada, 20 yoshida uy ola oladigan darajada pul topishadi deb o'ylamayman. Ya'ni bu narsaga nima deb o'ylaysiz? Qanaqa qilib o'zi yoshlarni bu narsalarga ham jalb qilsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Meni masalan, men ham shu joyda tupikka kirib qoldim, to'g'risi. Endi yoshlarni bunaqa ilmga qiziqtirish uchun avvalambor shu ilm sohasida yurganlarni yuqori plankalarga ko'tarib, ularga ko'rsatish kerak. Bunga harakatlar boshlangan. Bizda mana masalan Mendelevskiy olimpiadada qanaqa katta prizlar olishadi hozirgi yoshlar ko'rayotgan bo'lsangiz. Olimlarga xususiga kelsak, u hammani hayotdagi maqsadi har xil bo'ladi va ular uchun birinchi o'rinda hamma narsa pulga borib taqalmaydi, buni bilamiz va baxt oddiylikda degan prinsip asosida ular ko'rinish ham berishmaydi. Ularga kerak emas birovga o'zini baxtini yoki biror bir mulkini ko'rsatish. Bundan ular mazza qilishmaydi. Lekin ular bilan gaplashsangiz, siz yarim soat yoki 1 soat shunaqa mazza qilasiz, ular bilan yana gaplashgingiz keladi. Ularning aurasi sizni shunaqa tortadi.
Afsuski, bunaqa odamlar o'zi ko'rinish kam beradi. Shuning uchun yoshlar balki deylik ularga qarab intilmas yoki ularni tanimas. Bular ham o'zlarini olib chiqsa, yana ham anu saviya oshadi deb o'ylaysizmi? Olib chiqsa saviya oshadi. Ularda bilasizmi, ko'p bilgan odam hadeb chiqishdan qo'rqadi, savol javobidan qo'rqadi, odamlarni vaqtini o'g'irlab qo'ymaymanmi deb qo'rqadi. Har bitta gapini o'ylaydi-da, chiqishgacha yetib bormaydi. Sayyoz fikrlaydigan odam ko'pincha chiqib ketaveradi, chunki oxirini o'ylamaydi. Shuning uchun unaqa odamni o'zi psixologiyasida chiqishga intilishi kamroq bo'ladi odatda. Ko'p o'ylab olgani uchun. To'g'risi juda ko'p hayron qoldim. Nimaga? Chunki bu yoqda ham sizni o'zingizni aktiv tadqiqotingiz ketyapti. Bu yoqda o'zingizni proyektingiz ketyapti. Bu yoqda yana o'quvchilarga dars berib, ko'pchilik bitta qobiqqa tushib qoladi-da, ya'ni dars berayotganda boshqada, masalan, bitta mavzu baribir takrorlanadi har bitta potok uchun. Lekin siz har bitta potokdan yana yangi narsa o'rganib, yana ularga har xil eksperimentlar qilib ko'rib, bu prosta wow. Haqiqiy pedagog menimcha shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, men o'zimni haqiqiy pedagog sifatida bilmayman-da. Ya'ni menda qanaqa narsa-da ko'p ustozlar, ko'p o'quvchilar bo'lgan, ko'p eksperimentlar bo'lgan, lekin baribir sizchalik baribir menda unaqa narsa bo'lmagan. Balki tajribam kamroq bo'lgani uchundir sizdan nisbatan. Lekin klassni. Bu sohada men lekin o'z ustozlarimga rahmat aytaman. Meni birinchi bo'lib bu sohaga shu Abdug'affor domla tanishsa kerak ko'pchilik. Shu inson olib kirgan. Men o'zimga ishonmasdim, chunki men institutga kirguncha ishlab o'qiganman va bunaqa kuchli repetitorlarda ta'lim olmaganman va shu inson meni bir kun chaqirganlar-da, san repetitor bo'lgan, sanda zo'r repetitor ko'ryapman deganlar. Men hayron qolganman, chunki men bilimim darajam unaqa zo'r emas edi. O'sha o'qigan paytimda ham gruppamda mendan zo'r yechadigan bolalar juda ko'p edi. Lekin nimaga aynan meni bilimim kam-ku desam, men sanda boshqalarda yo'q narsa ko'ryapman. Oson yechib, xohlab tushuntirardim. Radio удовольствие deydi-yu, pul olmasam ham tushuntirardim. Shu uchun sana zo'r o'qituvchi chiqadi, shu inson ishontirganlar, shu inson sababchi bo'lganlar. O'shandan keyin men ishonganman. Bo'lmasa agar shu inson meni chaqirib repetitorlik taklif qilmaganlarida, men repetitor bo'lmasdim, chunki men o'zimni kuchli bilim egasi deb hisoblamaganman. Bu yog'i hammasi vaqt hayot yo'lingiz davomida o'zi orttirilar ekan. Yaxshi ko'rsangiz bo'ldi ekan. O'sha Abdug'affor domla kelgan universitetda Zulayho Osmanova degan insonlar menga bu yo'lda yordam bergan. Shu agar qanaqa yutuqlarga erishgan bo'lsam ham shu insonlarga rahmat aytaman va ota-onamga, mana shu o'qituvchilarga rahmat aytaman. Bu ularning yutug'i deb hisoblayman. Kamchiliklarga kelsak, kamchiliklar ham bor. Ularni ham bartaraf etishga harakat qilamiz yillar davomida. Hozir 12 yil, 14 yil davomida, chunki men institutga 3-yil kirganman-da, undan oldin ham babi borganman. 3 yil o'shani ham tushuntirib yurardim-da. Shuning uchun bir xil payt 14 yil boryapman. Kamchiliklarni tuzatishga harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha aytmoqchimanki, 14 yil balki 20 yilda men boshqa gaplarni aytarman. Agar nasib qilib podkast bo'lib qolsa, men yana yangicha, demak, podxodlar, yangicha xulosalar, yangicha qonunlar o'zim uchun kashf qilishim kerak deb ham hisoblayman. Ya'ni shunaqa bo'lsinki, balki hozirgi fikrlashlarim noto'g'ri bo'lib chiqar. Shuning uchun men iloji boricha shu 30 yillik dars bergan o'qituvchilar bilan gaplashishim keladi, chunki ularda opit ko'p. Mazasi shirali bo'ladi-da darsida. Ular chunki reaksiyalarda ham boshqacha tushuntiradi. Haqiqiy spetsialistligi bilinib turadi-da mavzuda, faqat test bo'lmaydi-da, uni darsini ko'rsangiz. Shunaqa o'qituvchilarga havas qilaman. Shunaqalarga o'xshashga harakat qilaman. Katta rahmat sizga podkast uchun. Rahmat sizga. Sizga Fikrlaringizni bo'lishganingiz uchun, tajribalaringizni bo'lishganingiz uchun. Qolganlarga ham katta rahmat. Agar shu paytgacha ko'rgan bo'lsangiz, ilm fanga qiziqadigan odamlarga foydali bo'ladi. Meditsinaga ketmoqchimisiz, boshqa sohaga ketmoqchimisiz? Inshaalloh hammani ko'rishni tavsiya qiladigan podkastlardan bittasi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu yoqda ko'p narsalar aytildi. Faqatgina meditsinaga bog'liq bo'lmagan narsalar ham bo'ldi. Katta rahmat sizga podkast uchun. O'zingizni fikrlaringizni bo'lishganingiz uchun, tajribalaringizni bo'lishganingiz uchun.